Xo'p, olti o'yinda personal pronouns, subjects and objects. Kishilik olmoshlari va to'ldiruvchi olmoshlar. Bularni biz o'tganmiz, bilamiz. Demak, kishilik olmoshlari men, sen, u, biz, siz, ular. Ya'ni I, we, you, he, she, it, they. Kishilik olmoshlari bular va object pronouns me, us, you, him, her, them. Biz objektni va subjektni qanday ishlatishda o'tganmiz. Demak, objekt yoki subjekt bir-biridan ot sifatida farq qilganiday, olmoshlari boshqa-boshqa. Agar biz otni o'rniga shulardan bitta olmoshni ishlatmoqchi bo'lsak, demak, agar ot ega o'rnida kelgan bo'lsa, kishilik olmoshlarini, agar ot to'ldiruvchi o'rnida kelgan bo'lsa, to'ldiruvchi olmoshlarini, ya'ni object pronouns ishlatamiz. Birinchi gapda A'da Kate is married, she has 2 children. Kate'ning o'rnida ikkinchi gapda kelayotgan she, Kate ega bo'lgani uchun kishilik olmoshlaridan bittasini qo'yishga to'g'ri keladi. Ikkinchi gapda B'da Kate is my friend, I know her very well. Kate'ni object o'rnida uni yaxshi bilaman deyotgani uchun uni, ya'ni qo'shimchasi bor, to'ldiruvchilarni. Tushum kelishigidan to chiqish kelishigacha bo'lgan qo'shimchalar to'ldiruvchini qo'shimchasi hisoblanadi. Ega bo'lsa bosh kelishigida qo'shimchasiz bo'ladi. Mana shu yerda Kate uni taniyman degani uchun bizga object pronoun kerak bo'ladi. Undan tashqari biz objektni qayerda kelishini bilamiz. Fe'ldan keyin keladi yoki predlogdan keyin keladi. Mana shu narsalarga diqqat qilish kerak. C'da Mike has a new blue bicycle. He bought it yesterday. Mana shu yerda a new blue bicycle to'lig'icha fe'ldan keyin kelgani uchun object bo'lyapti. Va mana shu yangi ko'k velosipedni it bilan ifodalab ketyapti keyingi gapda. O'zi pronounlar nima uchun ishlatiladi? Olmoshlar deganda aytgandikki, otni o'rniga kelib, uni vazifasini bajaradi degandik. Xullas, yana nima deyish mumkin bu yerda? Birlik va ko'plikda bo'ladi. Olmoshlar, birliklarni bilamiz, ko'plikni bilamiz. Aytmoqchiki, mana ko'plikdagi otni o'rnida biror olmosh ishlatmoqchi bo'lsangiz, ko'plikdagi ot o'rnida ko'plikdagi olmoshni ishlating. Masalan, students o'rniga they ishlating. Bu juda ham oddiy narsalar. Ularni bilasizlar. Keyingisiga o'tib ketamiz. Possessive nouns. Ya'ni otlarni egalik ma'nosida qanday ifodalaymiz? Egalik ma'nosida odatda odamlarni aytishda ulardan keyin apostrof s qo'shiladi. Apostrof s bu ning degan ma'noni bildiradi. Ana endi apostrof s ning degan ma'noni bildirgani uchun ularni birlikdagi yoki noto'g'ri ko'plikdagi otlardan keyin qo'shamiz. Xo'p, apostrof s ni ning shaklini olib olish kerak. Ning. Mana shu ningni beradi. Students desa student ning. I know the student's name. Men o'sha talabaning nomini bilaman. Agar apostrof s dan so'ng kelsa, s so'zni bir qismi emas. S so'zni studentda s yo'q hozir bu yerda. Student's name bo'lsa, mana bu apostrof s va s larningni beradi. Men talabalarning nomini beraman. Buni alohida o'zi yozib ko'rsatish kerak edi. Xo'p, Wordda yozsam bo'ladi. Vaqtimiz kamroq, o'zlaringiz yozib olishga harakat qilinglar. Demak, birinchi apostrof kelib, keyin s kelsa ning, birinchi s kelib, keyin apostrof kelsa larningni beradi. Demak, shunday. Ammo agar bizda ko'plikdagi noto'g'ri ot bo'lsa-chi? Ana endi children bolalar. Bizda lar qo'shimchasi allaqachon bor.
lar qo'shimchasi allaqachon bo'lgani uchun bizga bor yo'g'i ning kerak. Demak, ning mana birinchi gapda qanday bo'lsa, bu yerda ham lar borligi uchun ningni o'zini qo'shib qo'ya olamiz. Shunchalik oddiy. Qolganlarini ham ko'rib chiqib, mashqlariga o'taverasizlar. Unchalik qiyin narsa emas bu. Agar qiynalsalaringiz, buni albatta daftarga yozib olish kerak. Yozib olish kerak-da. Bir marta yozganda anchagina tushunarli bo'lib qoladi. Mashqlarni xuddi shunday bajaramiz. Keyingisi 612 da possessive pronouns and adjectives. Possessive pronouns ni biz odatda tegishlilik olmoshlari deymiz. Possessive adjectives ni bo'lsa egalik olmoshlari deymiz. Nima uchun adjective deydi inglizlar desa, odatda bizda egalik olmoshlari mana bular. My, your, her, his, our. Egalik olmoshlari odatda otdan oldin keladi. Biz olmosh deb yuritamiz o'zbek tilida. Ingliz tilida possessive adjectives deydi. Otdan oldin bizda nima kelardi? Sifat kelardi. Shu uchun ham possessive adjective deydi bularni. Ya'ni egalik sifatlari deydi. O'zbek tilida bo'lsa egalik olmoshlari deb yuritaveramiz. Shu uchun chalkashib ketmaslik kerak. Possessive pronoun egalik olmoshlari, possessive adjectives egalik sifatlarimi deb ketmaslik kerak. Possessive pronounsda tegishlilik olmoshlari deyverish kerak. Meniki, seniki, uniki, bizniki, ularniki, bularni ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Demak, possessive pronoun egalik olmoshlari, tegishlilik olmoshlari yolg'iz ishlatiladi. Ulardan keyin ot kerak emas. Mana bular. I have mine, you have yours, she has hers deb ketyapti. Egalik olmoshlari bo'lsa, o'zidan keyin albatta bitta ot bilan keladi. I have my pen. You have your pen. Senda o'zingning ruchkang yoki sening ruchkang bor. Unda uning ruchkasi bor. Ularda ularning ruchkalari bor deb gaplarni ozgina g'aliz tarjima qildik. Xuddi mana shunday o'zidan keyin hammasiga qarasangiz ot bor. Tegishlilik olmoshlari desa, yakka o'zi yolg'iz ishlatilyapti. Mana bundan keyin aytayaptiki, its bilan its ni solishtiramiz. Its bu egalik olmoshi. Bundan so'ng albatta bitta ot kerak. Sue gave me a book. I don't remember its title. Mana shu qiz menga nima berdi? Kitob berdi. Uni sarlavhasini eslolmayman. Nomini eslolmayman. Uning deganda mana its ni ishlatyapti. Va Sue gave me a book. It's a novel. U roman ekan. It is deganda mana bu yerda bu egalik olmoshi emas. Ya'ni it va is bilan yasalgan ega kesim. Shunisiga e'tibor berish kerak. Bu apostrof is bo'lib, ningni bersa-chi deb chalkashib ketmaslik kerak. Olmoshlarga apostrof s qo'shib ning yasalmaydi. Biz faqat odamlarga taalluqli bo'lgan otlarga uni s ni qo'shamiz. Xo'p, there. Uchalasini ham o'qilishi bir xil. Bularni qanday ajratamiz desa, birinchisi there bu egalik olmoshi, undan keyin ot keladi. There joy nomini bildiruvchi birlik. Bu my books are over there. Mening kitoblarim ana u yerda deganda keladi. Va oxirgisida there ular they are ni qisqartirilgan shakli. So'zlashuvda bir muncha tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin yozuvda bulardan keyin nimalar kelishi bizda ma'lum, yozilishi ham har xil. Keyingisiga o'tamiz. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns degani o'zlik olmoshlari. O'zlik olmoshlari gapni egasi va to'ldiruvchisi bir kishi ekanligini bildiradi. Egasi va to'ldiruvchisi. She saw herself ni ko'rib chiqamiz. U o'zini ko'rdi. Nima deydi? Mirrorda. Ya'ni oynada. Oynada o'zini ko'rdi. Ya'ni u bitta odam, o'zi ham aynan shu odamga tegishli. Saw ko'rmoq fe'l, fe'ldan keyin kelayotgan object herself, ya'ni she ga tegishli ekanligini bildiradi.
Demak, bitta gapni egasi va to'ldiruvchisi bir kishiga qaratilgan bo'lsa, demak bu yerda reflexive pronounlar ishlatiladi. Agar o'zlik olmoshi by bilan kelsa, bu yolg'iz degan ma'noni bildiradi. Buni ham bilamiz biz, by myself deb gaplarni o'tganmiz. Greg lives by himself. Gregni o'zi yashaydi, yolg'iz yashaydi. I sat by myself on the park bench. Parkdagi skameykaga yolg'iz o'tirdim, deyapti. Va mana bu yerda juda ham foydali ma'lumot bor ekan. Common expressions with reflexive pronouns deyapti. Ya'ni o'zlik olmoshlari bilan keladigan so'z birikmalari, eng ko'p ishlatiladigan so'z birikmalari. Bularni hammasini daftarga yozib olish kerakda. Tarjimalarni ham yozib olib, bularni ishlatishga harakat qilish kerak. Bular ko'pincha birgalikda keladi. Masalan, believe in yourself, o'zingga ishon. Blame yourself, o'zini ayblamoq. Cut yourself, o'ziga jarohat yetkazmoq, kesmoq biror joyini. Enjoy yourself, mazza qilmoq biror narsadan. Feel sorry for yourself, o'ziga achinmoq. Help yourself, oling degani, masalan, dasturxon boshida yoki boshqa joyda. Hurt yourself, give yourself something. Pinch yourself, be proud of yourself. Bu so'zlarni ham berib chiqamiz qo'ldan kelgancha. Bularni iloji boricha yozib olib, tarjimasini yozib ishlatishga harakat qilamiz. Singular forms of other. Other'ni birlik shakllari, ya'ni another va the other'ni ishlatilishi. Another bir xil narsalarning yana bittasi, yana boshqasi degan ma'noni bildiradi. Bitta narsa uchun ishlatiladi. Paul is going to eat one apple. Paul bitta olma yemoqchi. If he is still hungry after that, he can eat another apple. Agar u bitta olma yegandan keyin ham och bo'lsa, nima qiladi? He can eat another apple. Yana bitta, boshqa yeyish mumkin. Yana bitta degan ma'noni bildiradi another. Another ajratib yozilmaydi, bitta yoziladi. The other anotherdan farqli ravishda nima deydi? The last one in a specific group. Oxirgi bittasi degan ma'noni bildiradi. Oxirgisi degan ma'noni bildiradi va birlikda ishlatiladi. There are two apples on a table. Stolning ustida ikkita olma bor. Paul is going to eat one of them. Ulardan bittasini Paul yeydi. Yemoqchi. Sarah is going to eat the other apple. Qolgan bittasini Sarah yemoqchi. The other apple degani, demak, o'sha turkum narsalarni eng oxirgisi, yana bittasi degan, oxirgi bittasi degan ma'noni bildiradi. Va bularni kelishini ko'rsatib o'tyapti. Another o'zidan keyin ot bilan keladi. Another o'zidan keyin one bilan kelishi mumkin. Anotherning yakka o'zi ham kelishi mumkin olma sifatida. The other ot bilan kelishi mumkin. The other one bilan kelishi mumkin. The otherning yakka o'zi ham kelishi mumkin. Shunday bo'ladi. Plural forms of other, others, the others. Xuddi shu ma'noda otherni ko'plik shakllarini ko'rib chiqamiz. Men tez aytib o'tib ketyapman. Bu qoidalarni iloji boricha yozib olish kerak. Iloji boricha emas, yozib olish shart. Other